Assalomu alaykum sevimli kitobxonlar. Men bugun sizlarga o'zimning eng sevimli adibim bo'lgan O'tkir Hoshimovning Ikki eshik orasi romani haqida gapirib bermoqchiman. O'tkir Hoshimovning asarlari judayam xalqchilligi, xalq tiliga yaqinligi bilan boshqa adiblarning asaridan ajralib ko'rinadi. Ayniqsa Ikki eshik orasi romani judayam qiziqarlidir. Bu asarda urushdan oldingi voqealar, urush davridagi hayot va urushdan keyingi hayot judayam qiziqarli ravishda ochib berilgan. Urushdan oldingi baxtiyor hayot va urush davridagi hayot, u yerdagi urush ortidagi insonlarning qilgan mehnati, ayniqsa xotin-qizlarning juda og'ir ish bilan band bo'lgani, u yerda ayrim insonlarning sadoqati, ayrim insonlarning xiyonati juda ajoyib tarzda hikoya qilingan va urushdan keyingi voqealarda o'sha Ikkinchi jahon urushining ularga ham albatta bilingan. Bu asardagi har bir qahramonlar sizlarga judayam yaqin insondek tuyuladi. Xuddi ularning ichida yashayotgandek his qilasiz. O'zingizni har biri qalbingizga yaqin inson sifatida ko'rinadi. Ularning qayg'usiga sherik bo'lasiz, xursandchiligiga ulardan ko'proq quvonasiz. Bu asarda Kimsan bilan Robiyaning, Muzaffar bilan Munavvarning sof sevgisi aks etgan, ammo ularning bir-biriga erisha olmasligiga Ikkinchi jahon urushi ham sabab bo'lgan. Ikki eshik orasi romani sizning eng sevimli kitoblaringizdan biri bo'lib qolishiga ishonaman va bu kitobni o'qishni sizlarga tavsiya qilaman.